Diqqat, barchaga tezkor shoshilinch xabar. Aprel oyidan O'zbekistonda elektr energiyasi narxi oshirilishi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, hududiy elektr tarmoqlari 2025-yil 1-aprel sanasidan elektr energiyasi uchun yangi narxlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, bir xonadonga mo'ljallangan 200 kilovatlik limit 600 so'mdan etib belgilandi. Hozirgi narxi esa 450 so'mni tashkil etadi. Agarda foydalangan miqdor 200 kilovatdan oshsa, 1000 so'mdan to'lanadi. Amaldagi narxi esa 900 so'm edi. Foydalangan elektr 1000 kilovatdan oshsa 1500 so'm narxlanadi. 10000 kilovat va undan yuqori uchun 2000 so'mdan tashkil etadi. Har bir kilovat uchun eslatib o'tamiz. Iqtisodiy va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov aprel oyidan elektr energiyasi va gaz narxi oshirilishini ma'lum qildi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.